Abduqodir Husanov haqida inglizlar qanday fikrda? Mana bu videoda ularning ayrim fikrlarini tarjima qildim. Husanov, yana bir bor aytaman, sen haqiqiy, tabiiy kuchsan. Sen dunyoning eng yaxshi himoyachisisan. Hozir senga teng keladigani yo'q. Menga Saliba haqida gapirmang, Gabriel haqida gapirmang. Boshqa hech kim haqida eshitishni istamayman. Menga baribir. Husanov ayni paytda dunyoning eng yaxshi himoyachisi. U Isakni yopdi, Salahni yopdi, Viniciusni yopdi, Trossardni yopdi, McTominayni yopdi. Endi esa Viktor Osimhenni ham to'xtatdi. U mazkur logo tushirilgan libosni kiyganidan beri cho'ntagiga kimlarni soldi bilasizmi? Bizda qanday himoyachi borligini bilasizmi? Bu butun bir avlod darajasidagi futbolchi. Mana bu yigitni ko'ryapsizmi? Mana bu yigit dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanish yo'lida ketmoqda. Ha, men buni aytdim. Husanov dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri bo'lish sari ketmoqda. Manchester City hozir nima qilish kerak? Unga o'yin amaliyoti berish kerak. Shu ishonchni yanada oshirishga imkon yaratish kerak. Va sizga aytaman, bu yigit dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanish yo'lida. Gapimni eslab qoling. Sizlar Manchester City tarkibida nimalar bo'layotganini bilmaysiz. Husanov o'z tezligi bilan bugun mutlaqo ajoyib o'ynadi va bir necha bor Elangani qanot bo'ylab yugurishda to'xtatdi. U esa go'yo, "Birodar, bilasanmi, men O'zbekistondanman. Menda Habibning qoni bor, tushunyapsanmi?" degandek bo'ldi. Men oddiy emasman. Men ayiq bilan ham olishaman degandek edi.